Nima foydasi bor o'sha futbolingni deydiganlar uchun javobimiz tayyor bo'ldi. Demak, O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionatiga chiqqandan keyin qanday o'zgarishlar ro'y berdi? Hozir sizlarga o'qib beraman. Google Trends ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston haqidagi internet qidiruvlar 450% ga oshdi. Xalqaro axborot makonida O'zbekiston va milliy terma jamoa ishtiroki haqida 3 milliondan ortiq materiallar e'lon qilindi. Xorijiy ommaviy axborot vositalari, YouTube va ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonga oid 3 million 400 mingdan ortiq post va video materiallar joylashtirildi. Uzbekistan so'zi qidiruvlar bo'yicha 40% ga, Tourism to Uzbekistan mavzusidagi qidiruvlar 10% ga oshdi. Travel Uzbekistan so'rovi Google Trends shkalasi bo'yicha maksimal 100 ballni oldi. Ya'ni O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionatiga chiqqandan keyin mamlakatimizning tanilishi juda ham oshdi va umuman olganda o'sha gaplar sport kabi hech narsa mamlakatni mashhur qilmaydi degan so'zlar rost bo'lib chiqdi va mana ko'rib turibmizki, terma jamoamiz jahon chempionatiga chiqqandan keyin vatanimizni yanada ko'proq tanishni boshlashdi dunyoda. Shuning uchun terma jamoamizga rahmat deb qo'yamiz shu jahon chempionatiga chiqqanlari uchun. Ha, aytishingiz mumkin, kvota oshirgan bu jahon chempionatida 48 ta terma jamoa va hokazo. Lekin baribir shu kvotaga erishish kerakmi? Mana misol uchun Birlashgan Arab Amirliklari bizdan qancha pullari ham ko'proq, bizdan ancha imkoniyat ham ko'proq, lekin baribir ular shu jahon chempionatiga chiqisha olmadi. Biz esa chiqdik. Shuning uchun terma jamoamizga rahmat deb qo'yamiz va o'sha paytda saralash paytida terma jamoamiz bilan ishlagan barcha murabbiylar shtabiga va mutaxassislarga rahmat deb qolamiz. Va albatta keyingi jahon chempionatida ishtirok etish ham bizga nasib qilsin.